bir mo'min banda savobli amalni qilyapti. Ana o'sha savobli amalni qilishdan maqsad Allohning roziligini ko'zlab qilsa, savobini oladi. Boshqa narsani aralashtirgani yo'q. Hozirgi hadis qudusida esa bir odam bir yaxshi amalni qilyapti, lekin o'rtada bir narsani ham rioyasini qilib turibdi. Ana o'sha Allohga shirk keltirgan bo'ladi. Alloh taolo uni qilgan amalidan ham, o'sha shirkidan ham behojatdir. Unday amal Alloh taologa manzur emas. Demak, islom dinida ixlosli bo'lish katta o'rin tutadi. Allohga ibodat qilgan odam faqat ixlos bilan ibodat qilmog'i lozim. Alloh taoloni ko'rib turgandek his bilan, sezgi bilan yashab, o'sha holatda turib amallarni ado etish kerak. Yaratgan zotning talabi shu. Odamlar nimadir ekan, falonchi qudam nimadir ekan degan gap bo'lmaydi. Savobli amal qilyaptimi? Allohning roziligini o'ylab qilsin. Shundan Alloh taolo menga ajr beradi, shunga buyurgan deb qiladi. Birovlarni ko'nglini olish uchun, odamlarni orasida martabaga erishish uchun qilsa, bu ixloslik bilan bajarilgan ish deyilmaydi. Dunyoda ixlos qilish lozim bo'lgan shariat Alloh taoloning shariatidir. Xolis din, tavhid dini ham mana shudir. Robbimiz xitob qiladi, Astaizu billah, innakum lazaiqul azabil alim va ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlisin ulaika lahum rizqum ma'lum va fawakiha va hum mukramun fi jannatin na'im. Albatta siz alamli azobni totguvchidirsiz. Qilib o'tgan narsangizdan boshqa narsaning jazosini olmassiz, magar Allohning ixlosli bandalarigina. Ana o'shalarga o'zlariga ma'lum rizq bordir, meva-chevalar bordir, ular ikrom qilingan hollarida. Soffot surasi 38-43 oyatlar. Hozirgi oyat-i karimada Alloh taolo oxiratdagi bir holatni bizlarga tasvirlab beryapti. Ixlos bilan qilinmagan amallar, iymonsiz holatda bajarilgan amallar qiluvchilar albatta alamli azobni tortasizlar. Bular sizni qilib o'tgan ishlaringizni jazosi. Endi bunday azoblardan ixlosli bandalar mustasno. Allohning muxlis bandalari, ularga tayyorlangan ma'lum belgilik rizqlar bor. Ular xohlagancha jannatdagi ne'matlardan manfaat oladilar. Meva-chevalarmi va hokazo ko'zni quvontiradigan narsalar. Ular hurmat qilingan hollarida shu narsalarga ega bo'ladilar. Ular ixloslik bandalardir. Shuning uchun siz va biz doimo qilayotgan amalimizni ixlos bilan, muhabbat bilan Allohning roziligini topaman deb ado etishligimiz lozim.